qishda g'amini yozda ye deydi. Mana hali yoz kelgan yo'q, qishdan endi chiqdik. Oldimizda 3 oy yoz bor. Mana biz sizlarga katyollarni birinchi qo'l sexidan yaxshi katyollar topib berdik. Hozir bular to'liq ma'lumotda bu bir kunlik rasxod qancha, narx-navosi qancha, necha kvadratgacha katyollar bor. Buni to'liq ma'lumotini hozir Muhammad Qodirni o'zlaridan olamiz. Muhammad Qodir Ormay. Assalomu alaykum. Charchaysizlarmi? Xo'p, obunachilarimizga endi bu katyollarning xarakteristikasi, qanaqa listlar ishlatilgan, bir kunlik rasxod qancha, necha kvadratgacha katyollarimiz bor. Shular haqida o'zingiz bir to'liq yoritib bersangiz. Bo'ldi. Qaysi katyoldan boshlasak? Bir boshdan boshlab ko'rsataverasiz. Bu katyolimiz 400 kvadratga mo'ljallangan katyolimiz bu. 400 kvadratga mo'ljallangan. Disklarimizga keladigan bo'lsak, 4 mm qalinlikda ichki holati ham tashqi holati ham bir xil to'rtlik listda ishlatiladi. Metal sohasiga 4 yilga garantiyamiz bor. Elektronikasiga 1 yilga garantiyamiz bor. Dasturga keladigan bo'lsak, vodiy bo'ylab dasturga tekin. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Bu katyolimiz ko'rsatadigan bo'lsak, bu birinchi variantimiz. Oldi orqa bo'lib chiqib turib, orqa tomonga o'tgandan keyin yana pastga tushadi. Bundan qaytib chiqadi. Oxiri deyiladi. Issiqlik ko'proq aylanadi. Issiqlik ko'proq ichkarida olib qoladi o'zida. Uni hisobiga rasxod kam bo'ladi katyol. Bu katyolimizda bunkeri yo'q. Bunker qo'yilgan yo'q, hozir bunker holat. Bunker variant. Ha, bunker holatda turibdi. Va bunga o'zi bunker qo'yiladi. Bunker qo'yiladi hozir. Joy egallamaslik uchun qo'yilgan yo'q hozir. Mana endi bu katyollarimizni ichki holatida, endi bunga korpus bosilmagan. Ha, shunaqa. Bu shu holat katyolda variantimiz. Bu 150 kvadratga mo'ljallangan katyol. 150 kvadratga. Xuddi shunaqa. Mana ichki holati. Endi bu ichki holatini ko'rsatib o'tishimizdan maqsad ichki holat qanaqa deb qiziqqanlar bo'lishi mumkin. Davleniya berib keyin tekshirib olamiz-ki har bitta katyolda. Bitta davleniya berib tekshiriladi. Uyga joyga borgandan keyin muammo bo'lmaydi ortiqcha. Bular asosan ko'mirda o'ziga moslangan, ha? Shunaqa, ko'mirga moslangan. Ko'mirga moslangan. Bir kunlik shu 400 kvadratlik katyolimiz qancha rasxod qiladi? 400 kvadratlik katyolimiz bir sutkaga 60 kilodan shu 70 kilodan plus minusda rasxod qiladi. Endi sovuqni holatiga qarab, holatga qarab. Sal sovuq pastroq bo'lsa, kamroq rasxod qiladi. Sovuq kuchaygan sari rasxod ko'payaveradi. Endi biz rasxod aytib turgan rasxodimiz endi qishda rosa sovib ketgan anomal sovuq paytiga shunaqa rasxodga maksimal olinadi. Qattiq sovuq. Qattiq sovuqlarga. Ochig'ini aytgan yaxshi. Mana bu sext holatini ko'rishlaring mumkin. Mana bu yerda mana bu listagip-a bu? Listagip stanogimiz. Narigisi lazer. Lazer stanogimiz. Kattasi nechta odam ishlaydi? Hammasi 16 kishi ishlaymiz. 16 kishi ishlaydi. Hozir misol sezon yo'q payt. Sezon pastlagan payt. Pasaygan, 16 kishi ishlayapti. Shunaqa. Hozir ham bar talab bor, sпрос bor, to'g'rimi? Sotuv talab bo'lmasa shuncha narsani o'zlari ham yasab bermaysizlar. Masalan, katyollarga mana yoz kuni ham shuncha talab bor, lekin hozir narxlar ancha past holatda. Pastlagan holatda. Kuzga borib narx ko'tariladi. Sпрос ko'paygan sari katyollar ulgurmaydi. Hozir rosa moment foydalanib qolaydigan, payt. Aksiya bo'layotgan payt. Pul bo'shatishga ham hozir arzonroq berib olinyapti, to'g'risi. Bu katyolimiz qanaqa katyol? Bu katyolimiz bu nijniy горение deyiladi. Bu yana bitta variantimiz bu. Listlarimiz 3 mm listda, ichi ham tashi ham bir xil. Bunga ham garantiyamiz bor. Ichki holatlarni ko'rishingiz mumkin. Garantiya nimasiga beriladi endi asosan? Metal qismiga asosan suv davleniya bergan holatda ishib ketmasligiga, suv qo'yib qolmasligiga garantiya beriladi. Bu motor, ha? Bu ventilyator, havo berib turadi. Richak. Richak qismi bu. Ko'mirda siljitib qo'yish uchun. Alangani kuchaytirib. Alangani kuchaytirib beradi. Shunaqa. Bu miyasi. Bu miyasi boshqaruv qismi. Bu ham elektronika, o'sha aqlli katyollarga o'xshab, bu ham bir xil stilda ishlaydi. Tokda ishlaydi bu. Ha, shunaqa. Tok rasxodi ham unaqa katta emas. Katta emas? Shunaqa. Xo'p. Tok bo'lmay qolsa-chi? Tok bo'lmagan holatda ham ishlayveradi, tok bo'lmagan holatda. Samoat holatda aylanib o'zi ham montaj samoat montajlasa bo'ladi. Havo oshirib o'zini zanjir bor edi. Shu zanjirni qo'yiladi, o'zi ham samoatda ishlayveradi. Unaqa qancha buni degan narsalar bo'lmaydi. Bu narxi 100 kvadratdan boshlanadi. Buniki 7 million so'mdan chiqadi. Va davom etib ketaveradi. Nimasi 100 kvadratli 7 million so'm narx. 7 million so'm chiqadi. Har kvadratga qarab narx qo'shilaveradi. Narx qo'shiladi. Bu katyollarimiz mana bunkerli holat, tashqarida ko'rgan katyollarimizni bu
koloniya ichida tuplit qilingan. Bemalol kelib yosh bolalar ushlasa ham korpusni qo'l kuymaydi, qanaqa. Shunaqa. Issiqni tashqariga bermaydi. Va endi bunga xona bo'lish shart emas, обязательно. Tom yopiq bo'lsa bo'ldi. Bitta naveschaning tagida ham turaveradi. Turaveradi. Shunaqa. Ichlarni ko'rishlaring Ish mumkin. holatlari. Tutun masjidlarda aylanadi, endi issiq ham taqa bo'lib aylanib chiqib ketadi. Bu yerda garelkasi. Bu garelka qismi. Garelkani ham mana ko'rishlaring mumkin. Ko'mirni mana bunkerga solgandan keyin ba'dan tortib chiqarib masjidda olovda yonadi, to'g'rimi? Olov chetda yonadi. Ventilyator kuchaytirib beradi tagida. Bu kulxonasi. Kulxonasi bu. Kulni tozalab olgan, beta. Yonib chiqqan kulni bemalol tozalasa bo'ladi. Xo'p, bu necha kilogacha загрузка qilinadi? Necha kilo ko'mir sig'adi bunkerga? Bunkerga bu katta bunkerimizga 170-180 kilo ko'mir sig'adi o'ziga. Bu bitta zapravka bilan, to'liq zapravka bilan eng kami 3 sutka, bo'lmasa 4 sutkagacha yoqib beradi. Endi ko'mirda hozir turi ko'p bizda. Asosan qanaqa ko'mir tavsiya qilinadi bu katerlarga? Hoka bor, masalan, areshkasi bor, atborni ko'mirlar bor. Qanaqa foydalansa umri uzoq, hali ziyon yetmaydi. Nimalari bor, ko'mir tortib olib ketgani. Endi biz tavsiya qiladiganimiz Qozog'istonning ko'miri bor, shu bor ko'rgan ko'mir. Qozoq ko'miri. Hokani atbornisida hamma yoqda yoqaveradi. Hammasini yoqaveradi. Lekin kaloriyasiga bog'liq uni ham. Masalan, o'zimizda angren katta ko'mirlarda kaloriyasi 2,5 ming kaloriya bo'lsa, Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlari 6,5-7 ming kaloriya. 6,5-7 ming kaloriya. Masalan, bitta 70-80 kilo yoqsa angrennikidan. Ulardan 40 kilo, 50 kilo. 40 kilo, 50 kilo yoqadi. Buni rasxodini ham masjidda o'zidan kontrol qilsa bo'ladimi? Misol gradusni belgilasangiz bo'ladi. Gradusni boshqarsa bo'ladi masjidda. Bu ko'mir solish yonish vaqtlari bu. Bunday ham boshqarsa bo'ladi. Ventilyator оборотini boshqarsa bo'ladi bitta. Mabodo ko'mir tiqilib qolgan taqdirda o'zi orqaga qaytarsa bo'ladi. Bitta knopka orqali. Ko'mir orqaga qaytarsa bo'ladi. Zo'r. Xo'p, bu katyolimiz 300 kilovatlimi? 300 kvadratli, 30 kilovatli. 30 kilovatli. Buni narxi qancha? Bunimiz narxi bu 1200 dollarlik variantimiz bu. 1200 dollar. Nariga variantimiz bor keyin. Bu narx O'zbekiston bo'ylabmi? Biz endi butun O'zbekiston, Qirg'iziston, qo'shni davlatlar ham ko'radi. Shunaqa. Ularga ham bir yetkazib berishda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston yo'l kirasida farq qilishi mumkin. Hatto yetkazib bersa bo'ladi, Qirg'izistonga, Qozog'istonga jo'natiladi. Shunaqa. Bir xil narxda. Yo'l kirasining hisobiga narxi jicha o'zgarishi mumkin. Narxi shu. Bu 200 kvadratli katyolimiz. 200 kvadratga mo'ljallangan, Bu hozir tashqarida ko'rsatgan katyolim bilan bir xil, o'shani 200 kvadratli. Orqasida kitob bor deyiladi uni. Effektivness, issiqlik o'zida olib qolish, saqlab qolish darajasi bularda 80% gacha bo'ladi, bularda 90% gacha o'zida qoladi. Issiqlikni ko'proq ichida aylantiradi. Bu maqsad ko'mir rasxodini kamaytirish. Kunlik rasxodni kamaytirish. Buni narxi qancha 200 kvadratligimiz? Bu variantimiz 200 kvadratligimiz 1200 dollar chiqadi. Bundan farqi endi orqa tomonda delasi borligi, material ko'proq ketadi. Keyin usta ishi ham ko'proq ketadi. Shuni hisobiga narxi bir xil. Shunaqa. Lekin 200 kvadratli bunaqa varianti ham bor. Bormi? Shunaqa. Buni narxi pastroq. Uning narxi 100 dollar farq qiladi. 100 dollar pastroq yuradi. Lekin 100 dollardan qochmasdan buni tavsiya qilinadi. Tavsiya qilamiz. Effekti yaxshiroq undan ko'ra. Issiqlik ushlab qolish darajasi ko'proq. Xo'p. O'zi katyollarni necha kvadratgacha ishlab chiqarib bera olasizlar? Misol bizda bog'cha, maktablar, xususiy maktablar ko'payyapti. Atlarga kattaroq kvadratga katyollar zarur bo'ladi. Necha kvadratgacha ishlab chiqarish imkoni bor? Hozir 150 kvadratdan 1,5 ming kvadratgacha ishlab chiqarib beryapmiz. Zakazlarga qarab. Undan kattalarini ham zakazga qarab chiqarib berishimiz mumkin. Talab bo'lsa. Teplisalarga, maktab, bog'cha, dom-pom hamma ishlab chiqarilaveradi. Asosan shunaqa bog'cha, masjidlarga qo'yilyapti. Masjidlarga, teplisalarga qo'yilyapti. Endi Toshkentda dachalarga qo'yib berdik. Bunaqa katta dachalarga qo'yib berdik. Effekt yaxshi bo'lyapti. O'shaning uchun talab yaxshi. Talab yaxshi bo'lyapti. Mana yozgi kunda ham 16-17 kishi bo'lib ishlayapsizlar. Shunaqa. Zo'r, omadlaringni bersin. Xo'p, to'lov turlarimiz qanaqa bo'ladi? To'lov turlari naqd pul o'tkazish yo'li bilan
Prechsleni, Perechesleniyam hamma tomonlama. любой tomonlama pulni olamiz. Zo'r. Omadlaring bersin, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotlar berdik. Yana biz berolmagan savollar bo'lsa, pastda telefon raqamlarini qoldirdik. Muhammad Qodirda o'zlarini bemalol aloqaga chiqib, o'zlaring qiziqtirgan savollaringga javob olishlaring mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, bizni kuzatishda davom eting. Muhammad Qodir, ishlarga omad. Shunaqangi $1200 katyolni olgandan keyin bularni qanaqa qilib uzoq foydalanish uchun bu katyollardan shunaqangi mahsulotdan suvga aralashtirib quyib yuborsangiz, bu katyolingiz zanglamaydi, chirimaydi. Bu mahsulot Rossiyadan kirib kelyapti. 2 litrini 70-90 litr suvga aralashtirib yuborsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin.